Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning 100 yillik tarixga ega Shining masjidini chiqib o'zgartish plani oshkorlandi. Zimiston to'rining 25-iyun bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Kompartiyasining 26 million yuandan ortiq chiqim ketishiga qaramay, Qinghai o'lkasining markaziy Shining shahridagi eng cho'ng masjid bo'lgan Dongguan masjidini 2021-yildan ilgari o'zgartish plani oshkorlandi. Xitoy Kompartiyasi 2018-yildan boshlab islomni xitoychilashtirish harakatini qayta boshlagan bo'lib, nurg'un masjidlar vayron qilindi. Xitoy virus yuqum mazgildimi bu harakatni to'xtatmadi. Növbətdə Xitay Şərq Türkistandan keyin Tungan musulmonlari yashaydigan Gansu, Henan va Ningxia qatorliq rayonlarga qaratilgan islom dinini xitoychilashtirish siyosatini millionlarcha chiqim ketishiga qaramay masjidning gumbaz va munarlari hamda hilal oylarini chaqmoqda. Gansu o'lkasi Bayin shahridagi Yungli cho'ng masjidining gumbaz va munarlari bu yil aprelda chaqib etilgan. Xenanning Jingju Jinshui rayonidagi Nejuang masjidini chiqib, Xitoycha uslubda yasashga 2 million yuan chiqim qilgan. Jingju iqtisod taraqqiyot rayonidagi Gongmajuang masjidini majburiy chiqib, Xitoycha qilib o'zgartish uchun 4 million 200 ming yuan chiqim qilishni planlagan. Oshkorlanishicha, Xitoy doiralari Xitoy Kommunist partiya a'zolarining sonidan dinga e'tiqod qiluvchilarning sonining eshib ketishidan va uning hokimiyatiga tahdid selishidan ansirmoqda. Qinghai o'lkasi Shining shahrining Qingdong rayoni Tungan musulmonlari to'plashgan joy bo'lib, bu yerda hilal oy belgisi va egiz tiklangan aylanma gumbaz qatorliq islom madaniyat manzillari ko'p bo'lib, navbatda Xitoy doiralari 2020-yil 5-oyning 30-kundagi maxfiy dokladda mazkur rayondagi A shaklda selingan 19 masjid binolarini chiqib, Xitoycha uslubga o'zgartishni planlagan. Wangjiajuang masjidi, Zhongjuang masjidi va Shulin yo'li islom faoliyat maydoni qatorliq 10 masjidni o'zgartishni planlagan bo'lib, 10 million 6379 ming yuan mablag' ketadiganligi oldin mo'ljallangan. Undan boshqa yana 2021-yildagi tuzash planiga Shiningdagi mashhur Dongguan cho'ng masjid kirgizilgan. Mazkur masjid Shiningdagi eng cho'ng va eng qadimiy imoratning biri bo'lib, Dongguan cho'ng masjidi 1914-yili selingan. Masjidning ustida 2 egiz munar va cho'ng gumbaz bor bo'lib, munarning egizligi 47,7 metr, cho'ng gumbazning egizligi 19,36 metr kelar ekan. Mazkur masjidni chiqib o'zgartish turiga 2 million 163 ming yuan chiqim qilish planlangan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, Shining shahrining Qingdong rayonidagi bir qism diniy so'rovlar va yerlik musulmonlar Qingdong rayonidagi Xitoy virusining oldini olish va kontrol qilish uchun Xitoy doiralariga 2 million 865 ming yuan i'ona qilgan ekan. Buning ichida Dongguan cho'ng masjidi 1 million yuan i'ona qilgan bo'lib, tuzish tizimligiga kirgizilgan qolgan 9 masjid jami 790 ming yuan i'ona qilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Tunganlar Xitoy bilan aka-ukadak chiqishib o'tgan bo'lsa-mu, biroq ulardagi islom madaniyatining mavjudligi Xitoy hukmronligidagi ijtimoiy va siyosiy birdaklikka tahdid solgan. Shu sababdan Tungan musulmonlari Xitoy jamiyatiga singib kirib, hukumat tarafidan yaxshi musulmon deb ta'riflangan taqdirdami, Tungan musulmonlarining yanada bostirilish taqdirini o'zgartirmagan. Amerika Kengash palatasi Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish qonun loyihasini ma'qulladi. Valkochisi jurnalining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika Kengash palatasi bexatarlik qonuni Hong Kong nusxasiga munosabatli Xitoy amaldorlarini jazolash qonun loyihasini ikki partiya ichida birdak ma'qulladi. Amerika Kengash palatasi Hong Kong avtonomiyasini buzadigan Xitoy amaldorlari, shirkatlari va banklarga jazo yurgizadigan ikki partiya qonun loyihasini birdak ma'qullagan. Kengash palatasining belgilamasiga asosan bir Kengash palata a'zosi qarshi tursa, bu qonun loyihasining ma'qullanishining oldini ola oladi ekan. Shimoliy Karolina shtati Cumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Kevin Kramer mushu oyning 5-ida mazkur qonun loyihasining ma'qulligidan o'tishini to'sib qolgan. Sababi Donald Trump hukumatini qayta o'ylanishga muhtoj deb qaraydi ekan. Ammo tunugun ikki partiya ichidan hech kim buningga qarshi ovoz bermagan bo'lib, bu qonun loyihasi o'ngishliq ma'qullangan.
Bu qonun loyihasini Maryland shtati Demokratik partiyasining kengash palata a'zosi Chris Van Hollen va Pensilvaniya shtati Cumhuriyetchilar partiyasining kengash palata a'zosi Pat Tomi o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, Xitoyga besim ishiltib, Hong Kong kishilik huquqini qo'g'dash va Hong Kongning alohida o'rnini saqlab qolishni maqsad qilgan. Xitoyning 20 shirkatining Xitoy armiyasining kontrolligida ekanligi bayqaldi. Reuters agentligining 24-iyundagi xabarda bildirilishicha, Trump Xitoyning Huawei va boshqa 20 ilg'or texnika shirkatining Xitoy armiyasining kontrolligida ekanligining aniqlanganligini bildirdi. Trump hukumati bu shirkatlarning Xitoy armiyasining igidorchiligida yoki kontrolligida ekanligini bayqagandan keyin Huawei Xitoy ko'chma xabarlashishi va Hikvision qatorliq nurg'un Xitoy shirkatlari Amerikaning jazosiga uchrashi mumkin ekan. Xitoy armiyasi bilan aloqasi bor shirkatlar Huawei texnik cheklik shirkati, Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati, Hikvision Xitoy ko'chma xabarlashish shirkati va Hangzhou Hikvision raqamlik texnik cheklik shirkatini o'z ichiga oldi ekan. Reuters agentligi ichki hujjatni naql keltirib xabar qilishicha, Amerika Davlat mudofaa ministrligi Amerikada faoliyat qilayotgan 20 Xitoy shirkatining Xitoy armiyasining qo'llashiga erishganligini bayqagan. Garchi bu bayqashning o'zi jazolashga bahona bo'lmasa-mu, ammo Amerika prezidenti Trumpning tizimlikdagi shirkatlarni jazolash huquqi bor ekan. Bu tizimlik Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi jiddiylikni kuchaytirishi mumkin ekan. Sharq Turkiston xalq tashabbus guruhi qurildi. Turkiyada Sharq Turkiston xalq tashabbus guruhi qurilib, tunji qatim 25-iyun Sharq Turkiston xalqining tashabbusi sarlavhalik xitobnoma tayyorladi. Xitobnomada Sharq Turkiston xalqining xalqaro jamiyatga Xitoy ustidan qiladigan shikoyatlari bayon qilindi. Xitobnomada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqtisod va ijtimoiy kengashi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalqaro sud mahkamasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq ishlari mutaxassislari hamda Yevropa kishilik huquq sud mahkama boshlig'i qatorliq organ hamda mutaxassislarga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qirg'in qilish jinoyatlari haqida shikoyat qilingan. Xitobnomada Xitoyning 2016-yildan boshlab Sharq Turkistonda lagerlarni ta'sis qilib, millionlarcha Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni tutqun qilganligi, Xitoy ta'sis qilgan lagerlarning Gitlerning natsistlar lageri va Stalinning gulaxlariga o'xshaydiganligi, bu tragediyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti umumiy kengashida o'tirg'a qo'yilganligi hamda lagerda bir mezgil azob chekkan Qozog'istondagi osonliq kishilar bu vaqtda guvohlik berganligi, Xitoyning bu lagerlarni atalmish oshqunlik va bo'lgunchilikka qarshi ta'sis qilingan tarbiyalash o'rni deb da'vo qilayotganligi. Ammo Xitoy amaldorlari bu rayonga taklif qilingan bir qism jurnalistlarning kuzatishi, shundaqla atalmish tarbiyalash markazini puturib erkin dunyoga chiqqanlardan ahvol egilash orqali qo'lga keltirgan paketlarni inkor qilayotganligi tafsili tushuntirilgan. Shikoyatnomada yana Xitoy amaldorlarining Sharq Turkiston xalqining uylarida ularning ruxsatsiz bir oydan 3 oygacha xalqning harakatini nazorat qilish uchun turayotganligini, yosh qizlarning Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanayotganligi, qiz ayollar har xil shaklda xo'rlanayotganligi hamda Sharq Turkiston xalqining diniy va milliy qimmat qarashi Xitoyning oshqunlik va bo'lgunchilikka qarshi turish siyosatida zarb berish obyekti qilinganligi, Xitoy kompartiyasiga sadoqati kam bo'lgan har qanday Sharq Turkiston xalqining zarba berish obyekti qilinganligi qatorliq Xitoyning ig'ir dafsandachiliklari tafsili o'ttirg'a qo'yilgan. Xitobnomaning oxirida Xitoyning sababsiz tutqun qilish orqali millionlagan kishilarni lagerlarga so'lash qilmishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligi, 21-asrda Xitoyning Sharq Turkistonda kishilik huquqi ig'ir daxli taruz qilish qilmishlariga mas'ul bo'lishi kerakligi, Sharq Turkistonda yurgizayotgan qonunsiz qilmishlarini to'xtatib, lagerlarni taqishi kerakligi bildirilgan. Xalq tashabbus guruhining bayonot ishlariga Isa Yusuf Aliptekin vaqti raisi doktor Ömer Qul mas'ul bo'lgan. Hay'at a'zolari jurnalist Xolis O'zdemir, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston vaqti raisi doktor Muhiddinjon Uyg'ur qatorliqlardan tarkib topgan. Mazkur Sharq Turkiston inson haqlari tashabbus guruhi xalqaro jamiyatga sunmoqchi bo'lgan xitobnoma bilan birga imzo faoliyati boshlagan bo'lib, barliq xalqimizning hamda do'stlarimizning imzo faoliyatiga aktiv ishtirok qilishini umid qilamiz. Amerika oxiri Xitoydan iborat bu tahdidni tunib yetdi. Amerika prezidenti Donald Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien chorshanba kuni qilgan so'zida Amerika oxiri Xitoydan iborat bu tahdidni tunib yetdi dedi.
Washington Pochtasi gazetining xabaridan qaraganda Robert O'Brien chorshanba kuni qilgan bir so'zida Amerika o'zining yashash usuliga Xitoy Kompartiyasining zo'r tahdid ekanligini tunib yetdi. U endi Beijingning ideologiyasining tarqalishini tekshirish uchun harakat qiladi deb eskartdi. Robert O'Brien yana Xitoy haqidagi bundaq so'zlarning kelgusi bir necha hafta ichida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, bosh taftish William Barr va Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray qatorliq yuqori darajalik amaldorlar tarafidan tilga elinganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Robert O'Brien bu so'zlarni Amerikaning Arizona shtatida bir guruh tijorat liderlari bilan bir arada yig'ilganda qilgan. U bu yig'indagi so'zda yana mundaq degan: Amerikaning Xitoyga doir passiv va sodda kunlari amdi tugidi. Amerika prezidenti Trumpning rahbarligida oxiri Xitoy Kompartiyasining harakati paydo qilayotgan tahdidni va ularning bizning go'zal hayotimizga elib keladigan xatarni tunib yetdi. U bu vaqtdagi so'zida Amerikaning Xitoyni demokratiya yo'liga mang'adi degan ijobiy ko'z qarash bilan yillardan beri iqtisodiy va fan texnika jihatdan zo'r darajada qo'llab kelganligini, biroq oqibatda buning aksicha natija berganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brienning yuqoridagi bu so'zlari Amerika-Xitoy munosabatlarining tarixda ko'rilmagan darajada chekinganligining yana bir yorqin ifodasi deb qaralmoqda. Amerika Xitoyning Hindiston va Janubiy dengizga paydo qilayotgan tahdidiga qarshi harbiy hozirligini kuchaytirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Yevropadagi qismlarini Xitoyga qarshi kurash doirasida boshqa rayonlarga o'rinlashtirganligini bildirdi. Pompeo Markaziy Washingtondagi tadqiqot organi German Marshall Fund tarafidan o'tkazilgan ilmiy muhokama yig'inida Xitoyning dunyo miqyosidagi ta'sir kuchi va faoliyatlari to'g'riliq to'xtaldi. Hamda Xitoyning bo'libmi Hindiston va Sharq Janubiy Osiyodagi Malayziya, Indoneziya, Vyetnam, Filippin qatorliq davlatlarga jiddiy tahdid selishga boshlaganligini, shu vajidan Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropadagi kuchlarini mazkur rayonga yo'tkashga boshlaganligini ta'kidlab mundaq dedi. Bu tahdidning kelib chiqish manbasiga nazar tashlagandan keyin o'z manbalarimizdan qanday foydalanishimizning zarurligini tunib yetdik. Yevropadan yo'tkab rayonga o'rinlashtirgan kuchlarimiz axborot organlari, havo armiyasi va dengiz armiyasi kuchlarini o'z ichiga olishi mumkin. Xitoy armiyasiga qarshi kurashda yetarlik tayyorliklarimizni tamomlaymiz va yetarlik manbaimizning bo'lishiga kafolatli qilamiz deganlarini bildirdi. Amerikadagi tayyorlik saylovlarida Biden Trumpni orqada qoldirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining New York, Kentucky va Virginia shtatlarida o'tkazilgan Demokratlar partiyasining tayyorlik saylovlarida sobiq muavin prezident Joe Biden ustunlikni egalladi. Tayyorlik saylamining Birlashma xabar agentligi e'lon qilgan g'ayri-rasmiy natijalariga qaraganda, Kentuckyda g'alaba qilganligini e'lon qilgan Joe Biden New York va Virginiyada ustunlikni egallagan. Demokratlar partiyasi 17 avgustda Wisconsin shtatining Milwaukee shahrida prezident nomzodlarini rasmiy shaklda jamoatchilikka e'lon qiladi. Jumhuriyatchilar partiyasining navbatdagi prezident Donald Trumpni nomzod ko'rsatadigan qurultiy bo'lsa 24 avgust ochilib 27 avgustgacha davomlashadi. Amerikada 2020 yili 3 noyabrda o'tkaziladigan saylovda g'alaba qilgan kishi 2021 yili 20 yanvarda Oqsaroyda prezident mansibini o'tashni boshlaydi. Yana bir tarafdan Donald Trump alroyi natijalarida demokratchi raqibi Joe Bidenning 14 point orqasida qolgan. New York Times va CNN institutining alroyi tekshirishlariga qaraganda Demokratlar partiyasining birdan-bir nomzodi Joe Bidenni qo'llash nisbati 50% dan oshib ketgan bo'lsa, Donald Trump 36% lik ovoz bilan raqibining 14% orqasida qolgan. Bidenni asosligi ayollar, qora tanliklar va ispanyollarning qo'llaydiganligi, Donald Trumpning bo'lsa Xitoy virusiga qarshi kurash va irqchilikqa qarshi namoyishlarga tutgan pozitsiyasi sababidan bilet tashlag'uvchilarning qo'llashidan ayrilib qolganligi ilgari surilmoqda. Al-Rayni tekshirish jarayonida 45 yoshdan tuvan oqtanlik bilet tashlag'uvchilarning 52% Joe Bidenni, 30% Donald Trumpni qo'llaydiganligini bildirganligi qayd qilindi. Xitoyning bir qancha o'lkasida mo'ldir ofati yuz berdi. Bugungi Xitoy xabarlarida bildirilishicha, Xitoyning Tianjin, Hebei qatorliq bir qancha rayonlarda bo'ron hamda mo'ldir ofati yuz bergan. 25-iyun tushdan Xitoyning Tianjin, Hebei qatorliq nurg'un rayonlarda shiddatli bo'ron aralash mo'ldir yoqqan.
Güldirmamılık yağmur ve qisqa muddatlik qattiq yağmur ağır afat şekillendirgen bulup, möldir aralash yağmur yığıştan bir qancha saat oldida nurg'un joylarning havosida sutdek g'alati ko'rinish paydo bo'lgan. 25 iyun kechda Tianjin shahri kuchli guldirmamiliq yağmur ve bulut topining hujumiga uchragan bo'lib, etizlarning ziroatlari yer bilan yakson bo'lgan. Hatto daraxtlarning shoxlarini yerib tashlagan. Bu guldirmamiliq yağmur qisqa muddat yoqqandan keyin uningga intayin quyuq, cho'ngliqi kaptar to'xu tuxumidek mo'ldirma qo'shilib yoqqan. Neticede avtomobil aynaklarini chaqqandan sirt avtomobillarning sirini tushirib o'tgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.